Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aprel oyi umra safariga kelishni niyat qilib turgan do'stlar, salomatmisizlar? Alloh taolo umrlaringizni uzun qilsin. Inshaalloh aprel oyiga ham yetib keldik. Aprel oyi umra narxlari e'lon qilindi. Shart-sharoitlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsam, birinchi o'rinda sizlar ko'p kutilmagan holatda ko'p tushadigan savollardan biri aprel oyi umra narxlari necha bilan chiqdi deyiladi. Aprel oyi atiga $1000 dan 14 kunlik paket, 3 kun Madina Munavvaradan 11 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar do'stlar. Hop, inshaalloh haramga yaqin gastisalar bo'ladi. 3 mahal milliy taomlarda oziq-ovqatlar bo'ladi. O'zimiz milliy taomlarda nonushta, obed va kechki ovqat bo'linadi. Madina Munavvarada 3 kun, Makka Mukarramada 11 kun bo'lasizlar. Reyslarimiz Toshkent Jidda va Namangan Jidda yo'nalishida bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri reys bo'ladi do'stlar. 50 boshlar bilan birga ketib, birga keladi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqa chiqib, xohlagan savollarga javob olishingiz ham mumkin. Hop, gapni tezda aytib o'tganman. Asosiy savollarga tushadigan javoblarni aytib o'tib ketamiz. Gastisa masalasi 2 kilometr Makkada, Madina Munavvarada 100-150 metr, 3 mahal milliy taomlarda ovqatlar, narxlari $1000. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqa chiqib, xohlagan savollarga javob olishingiz mumkin. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.